Xo'jayev Po'latova. Bugun sizlar bilan Eva Produkt kompaniyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Eva Produkt kompaniyasi hozir Toshkentdagi ofitsial ofisida turib sizlarga video olyapman. Eva Produkt kompaniyasi Rossiya kompaniyasi, Rossiya davlatining Novosibirsk shahrida tashkil topgan, Novosibirskda o'zimizni zavod fabrikalarimizga ega kompaniya. Kompaniya 2022-yil oktyabr oyida tashkil topgan. O'zbekistonga esa 2025-yil mart oyida qonuniy kirib keldi. Bemalol mana bu joyda mana sog'liqni saqlashdan sertifikat, litsenziyalarni ko'rishingiz mumkin. Kompaniyamiz qonuniy o'z ish faoliyatini olib boradi va bizning ofisimizda hamma mahsulotlar qonuniy mana tarzda kirib kelgan наличие bor. Kompaniyamizni sizlar bilan keling mahsulotini ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda kompaniyamizda 100 dan ortiq mahsulotlar bor. Kompaniya yangiligi uchun har oyda kamida 4 ta novinka mahsulot, ya'ni yangi mahsulot ishlab chiqaradi. Xo'p, yo'nalishlarimiz biologik faol qo'shimchalar, ya'ni ba'zi mahsulotlar har bitta yo'nalishda bor. Aynan sizni organizmingizni sog'lomlashtirib, go'zallashtirib beradigan, miya faoliyatini yaxshilab beradigan ba'zi mahsulotlarimizni ishlab chiqaradi. Undan tashqari lineykalarimiz uходовый kosmetika, bu yerda полностью sizni professionalniy uходовый naborlarni ko'rishingiz mumkin. SPF, qo'l uchun krem, maska, zubной pasta, shampun, mужской, женский har bitta turi mavjud. Undan tashqari kompaniyamiz uy tozalash vositalarini ishlab chiqaradi. Aynan siz qo'lingizni yuvadigan gellardan tortib uyga tozalash uchun har bitta mahsulotlarni Eva Produkt kompaniyasidan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari yo'nalishlarimiz choy mahsulotlarimiz bor va yangi yo'nalishimiz yaqinda chiqqan parfyum, fransuskiy parfyum mahsulotimiz va детский lineykamiz yangi chiqdi. Aynan shu ko'rib turganingizdek dizayn tarafidan, tarkib tarafidan mukammal qilib ishlab chiqarilgan mahsulotlarni biz o'zimiz yaqinlarimizga tavsiya qilgan holatimizda kompaniyadan katta daromadlarga chiqishimiz mumkin. Keling sizlar bilan aynan Eva Produktni imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Eva Produkt kompaniyasi sizga registratsiyada o'tganingizdan keyin kabinet beradi va siz shu kabinet orqali o'zingizga kerakli nima mahsulotni xarid qilsangiz ham bu yerga ball yoziladi va birinchi ballingizni o'zidan kompaniya sizga 50 ballgacha 15% daromad chiqarib beradi. Aytaylik 50 ball qilishingizga kompaniyadan siz birinchi daromadingiz 110 ming 250 so'mni ega bo'lasiz va 3 kun ichida aktivatsiyani amalga oshirganingiz uchun kompaniya sizga yana qo'shimchasiga 74 ming daromad chiqarib beradi. Siz mahsulotlarni xarid qilganingiz o'zidan. Endi agarda bu mahsulotlarni xarid qilishda davom etsangiz, 50 balldan yuqori bo'lgan xaridingiz uchun o'sha kompaniya sizga 25% da xarid uchun pulingizni qaytarib beradi. Bu shaxsiy xarid uchun chiqadigan pul. Endi hamma kompaniya singari komandaviy ob'yom uchun kompaniya necha foizda daromad berishini ko'rib chiqamiz. Keling sizga misol qilaman, siz kompaniyadan uchta o'zingizga shaxsiy xarid olib kelsangiz, bu birinchi liniyasi hisoblanadi va birinchi liniyadan kompaniya sizga 15% daromad beradi. Aynan siz birinchi liniyangizdagi inson necha ball qilishdan qat'iy nazar siz kompaniyada 15% daromad olasiz. Bu yerda cheklanmagan daromad. 15% da necha ob'yom qilinganidan qat'iy nazar chiqadigan daromad. Men oldin ishlagan kompaniyamda aynan birinchi liniya uchun birinchi liniyadagi inson necha ball qilishdan qat'iy nazar zafiksirованный sizga daromad beradi. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Bular ham o'zlarini shaxsiysini yaratganda sizda bular ikkinchi chuqurlik hosil bo'ladi va kompaniya sizga ikkinchi chuqurlikdan 8% daromad ajratib beradi. Va xuddi shunaqa sizni strukturangiz rivojlanib ketadi va albatta sizni tomirlaringiz pastda kengayishni boshlaydi komandangiz, ya'ni aynan kompaniya sizga 12 ta chuqurlikgacha va undan chuqurlikgacha ham daromad chiqarib beradi. 3-chi chuqurligingiz uchun ham 8%, qarang, foiz o'zgarmayapti. Bular o'zlarining shaxsiysini taklif qilganda, bularning shaxsiysi sizni 4-chi chuqurligingiz hisoblanadi. Va 4-chi chuqurlikdan 7% kompaniya sizga daromad beradi. Keling, oddiy misol 4-chi chuqurligingizda aynan komandangiz a'zolari shunaqa uchligini yaratganda summada necha pul chiqadi ko'rib chiqamiz. Aynan 4-chi chuqurligingizda 7% komandangizga qo'shilgan odamlardan 4 million 167 mingni tashkil etadi. Bu bor yo'q 4-chi chuqurlikdan chiqadigan summa. Bu yerda 3-chi chuqurlik 2-1 turibdi, o'zingiz xulosa qilsangiz bo'ladi. Aynan shu tarzda kompaniya 12 ta chuqurlikgacha sizga daromad chiqarib beradi. 5-chi chuqurlikdan boshlab 7-chi chuqurlikgacha 6%, 8-chi chuqurlikdan boshlab 9-chi chuqurlikgacha 4%, 10-chi chuqurlikdan boshlab 12-chi chuqurlikgacha esa 3% da kompaniya sizga komandangizni ob'yomidan daromad ajratib beradi. Va aynan ma'lum bir statusga chiqqaningizdan keyin komandangiz ob'yomiga qarab, umuman beskanda shu chuqurligingizdan ham bizni kompaniyada daromad olsangiz bo'ladi. Keling, endi sizlar bilan statuslarni ko'rib chiqamiz. Bizni kompaniyada ham xuddi davlat ishi kabi statuslar bor. Ya'ni davlat ishida siz lavozimingiz ko'tariladi-ku, masalan, tarbiyachi, zavod, заведующий, xuddi shunaqa bizda ham karyerная lestница bor. Ya'ni siz har statusga ko'tarilganingizda sizga kompaniya tomonidan daromaddan tashqari yana qo'shiladigan imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu sizni karyerная lestniца, ya'ni ko'rishingiz uchun. Endi siz aytaylik, kompaniyada komandangizga va komandangizga insonlar kelganda mana shu ob'yomni beradigan bo'lsa, komandangizdagi insonlar aynan sizni tagingizdagi inson statusda bo'lishini ahamiyati yo'q bu kompaniyada. Mana shu общий ob'yomni ming ob'yomni beradigan bo'lsa, siz kompaniyada ambasadorga aylanasiz. Juda kichkina ob'yom bilan sizni kompaniya ambasadorga aylantiradi. Aynan Gold statusida. Gold statusida ambasadorga aylanish bu nima degani? Aynan siz kompaniyadan, komandangizdan, daromadlaringizdan tashqari butun dunyo kompaniyalari tovar oborotidan aynan goldlar orasida 2% ulushdorga aylanasiz. Va siz kelgan oyda gold statusini yopganingiz uchun kompaniyadan daromadingizdan tashqari 5 million 880 ming premiya ham beradi. Ko'rib turganingizdek, aynan statusga ko'tarilganingiz sari daromadingizdan tashqari ambasadorlik foiz qo'shilishni boshlaydi va siz status yopganingiz uchun shunaqa bir martalik premiyalar qo'shiladi. Bu sizni umumiy dohodingizdan tashqari hisoblanadi.
juda ham ko'pchilikni qiziqtiradigan avtobonus statusini gaplashamiz. Aynan hozirgi kunda avtobonus statusiga chiqqanman. Bu uchun sizda 4 ta liniyada gruppovoy ob'yom beradigan komandangiz bo'lsa bo'lgani. 3000. Bu 3000 ballar summada 82 million, 82 million, 82 million, 82 million tovarooborot beradigan 4 ta liniyasi bo'lsa, shu ob'yomni siz kompaniyaga 3 oy ishlaveradigan bo'lsangiz, kompaniya sizga 441 million avtobonus uchun limit ajratib beradi. Qizlar, ko'rib turganingizdek, kompaniyadan siz atigi 3 oy ichida avtobonusga ega bo'lasiz va har statusingiz bu avtobonus Gold Pro statusida sizga beriladi. Gold Pro. Aynan siz shu statusda bo'lganingizda avtobonus plus tekin sayohat kompaniya tomonidan liderskiy kamp 1 yilda bir marotaba 5 kunga chet el sayohatiga ega bo'lasiz. Kompaniyaning shutidan maza qilib borib liderlar bilan dam olib kelishingiz mumkin. Va aynan shu avtobonus ushlaganingizda siz kompaniyadan tekin mashinaga ega bo'lasiz. Eng qizig'i, shu mashinani siz 5 marotaba olishingiz mumkin. Har statusga ko'tarilganingizda har 3 yil mobaynida qayta avtobonusga chiqishingiz mumkin. Aynan avtobonuslarning summasi o'zgarib boradi qizlar, ko'tarilib boradi. Keyingi avtobonus summasi 585 million. Keyingi avtobonus summasi 685 million. Va eng oxirgi shunaqa bo'lib 5 ta etapda ketadi va eng oxirgi avtobonus uchun siz 1 milliarddan oshiq kompaniya tarafidan avtobonusni o'zi uchun limit, ya'ni summa olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari kompaniyaning juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Aynan hozir sizga avtobonusga ko'rib chiqdik va avtobonusdan tashqari siz kompaniyada status yopgansangiz premiyalar 295 millionlik summa, ya'ni sizga shu tizimga tashlab beriladigan va 735 millionlik summa. Undan tashqari orzungizdagi uy uchun 1 milliard 600 million summalarga ega bo'lishingiz mumkin. Eva Produkt bu orzularga, maqsadlarga erishish uchun yangi qadam, yangi yo'l hisoblanadi. Hammangizni O'zbekistonda yangi Eva Produkt kompaniyasiga taklif etaman.